Ukalar faqat akkuratni qilib yoymasdan ishlanglar, mayli. Xo'jayindan gap deb qolmasan. Xavotir olmang, tozalab akkuratni ishlaymiz. Faqat obed masalasi nima bo'ladi? Oka, obeddan xavotir olmanglar. Vaqtida bolalar olib tushib beradi hozir. Musor qopdan 20 ta olib chiqib berarsiz, musorlarni qoplab akkurat tozalab ishlashga, okey? Bo'ldi, aka. Sizlar ishni zo'r qilinglar, men olib chiqib beraman xudo xolos. Faqat cho'tka qilib beringlar, gap deb qolmasin xo'jayinga. Tushunmadim-e. Nima ahvol bu? Turishingni qara, ustalarga mushet qilib. Nimaga zakazlar o'z vaqtida yetib bormayapti desam, sen ishingni qoyillatmayotgan ekansan. Ustalarni oldiga kirib olib, boshini qotirishga nima bor? Undan ko'ra sodayni qilsang bo'lmaydimi? Bo'l tez-tez sodayni qil. Okey, shuncha gap gapirib tashladilar, nima indamadingiz? Menda ham bola-chaqa bor, aka, boqishim kerak. O'shaning uchun xo'jayin yomon odam emaslar. Faqat kontrolni qattiqroq ishlaylar-da. Lekin yaxshilar ko'p degan. Aka, kafilisim chiqyaptimi? Ha, okey, sinib chiqyapti. Kafilliklar o'zi zo'r yopishtirilgan ekan. Zo'rligini hisobiga sinib chiqyapti-da. Ayo, mayli, aka. Cho'tka qilib bersangiz bo'ldi. Kecha gap hali ham hazin qila olmayman-da. O'zi ulfat ekansizlar. Qanaqa ishlaysiz bunaqa odam bilan? Aka, shu yerda birim kelyapti. O'zi xo'jayin yomon odam emas. Endi ozgina jahllari chiqib turadi, lekin yaxshiliklari juda ham ko'p degan. Ha, bo'ldi, unda bo'lmasa. Hop, ishni ham tugatib oldik. Aka, mana ish haqqingiz. Ha, oylik oldilarmi? Ya, bu oylik emas, aka. Xo'jayinimiz shunaqa oylikdan tashqari bizga bonuslar berib turadi. Zo'r, okey, meni ham shokir qo'ysangiz bo'lar ekan. Bo'ldi, aka. Hal qilamiz, ketdik.